o'zimni oilamdan bitta inson ketib qolgandek bo'ldi-da. Yaqindagina GAI xodimini vafoti sizga qanchalik ta'sir qildi? Juda ham to'g'risi hali ko'zga yosh keldi. Sababi meni o'zim tengqur xodim ekan. 3 ta farzandi bor. Endi u oilani ya'ni u xodimimiz, marhum xodimimiz ota-onasi, endi farzandlari-yu to'g'ri yosh hali, lekin uni ayoli to'g'risi haligi xuddi bir o'zimni oilamdan bitta inson ketib qolgandek bo'ldi-da. Haligi qani endi bu narsani orqaga qaytarishni ilojisi bo'lsa. Mana shunga o'xshagan misollarni ham fuqarolarimizga ko'rsatib, aytib, targ'ibot qilishimizga qaramasdan yana kunora shunaqa narsalar chiqyapti. Odamlar ko'radi, ko'rmaydi emas. Aynan shu yo'l transport hodisasi butun ijtimoiy tarmoqda portlatdi-da. Ko'rdi ham. Xulosa qilish o'rniga yana bu holatlar takrorlanyapti. Nima uchun ota-ona bunga befarq? Assalomu alaykum. Bugungi podkastimiz yo'lda yurgan aka va opa singillarimiz barchalariga qiziqarli bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi matbuot xotimi Abdumajid aka Rahimjonov bo'ladi. Aka, tashrif uchun rahmat. Rahmat. Avvalambor assalomu alaykum Abdulaziz aka. E'tibor qilib chaqirganingizga, bu ko'rsatuvga alohida minnatdorchilik bildirib qolaman. Salomat bo'ling. Xo'p, hozirgi kunda mana Andijonimiz go'zallashib boryapti. Shu bilan birgalikda yangi yo'llar ochilyapti, yangi mahallalar ochilyapti. Bu GAI xodimlarini yanada ish kuchini ko'paytirishligiga ta'siri bormi? Bugungi kunda haqiqatda siz aytgandek, viloyatimiz, shaharlarimiz kundan kunga go'zallashib boryapti. Bu barchasi shu fuqarolarimizni harakati uchun, xavfsiz harakati uchun, ko'chalardagi tirbandliklarni oldini olish uchun, fuqarolarimiz shu erkin harakatlanishi uchun yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari hamda shu bizga bog'liq hamkor tashkilotlar bilan olib borilayotgan samarali ishlar natijasi deb hisoblasak adashmagan bo'lamiz. Sababi haqiqatda birgina Andijon shahar misolida aytadigan bo'ladigan bo'lsam, mana Andijon shahrida 3-kichik dahada ochilayotgan yangi ko'chalar, bundan tashqari mana Amir Temur, Navoiy Shoh ko'chalarida tashkil qilinayotgan yangi barpo etilayotgan ko'chalarimiz kundan kunga shaharda ko'rkiga ko'rk, chiroyga chiroy qo'shyapti. Endi bu joydagi harakat xavfsizligini ta'minlashga hozirgi kunda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining ishchi kuchi yetarli darajada shahar ko'chalarida tirbandliklarni oldini olish, haydovchilarni, piyodalarni, yo'ldagi har bitta harakat ishtirokchisining xavfsizligini ta'minlashga hozirgi kunda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ishchi soni yetarli deb hisoblayman. Tushunarli. Mana shu tirbandlik deganingizga, Andijon shahrimizda o'zi asosan tirbandlik nimadan kelib chiqadi aka? Asosan endi statistika bo'yicha aytadigan bo'lsak, haqiqatan Andijon viloyat hududida aholi soni ham endi Andijon viloyati qolgan viloyatlarga qaraganda eng zich, aholisi ko'p viloyatlardan biri hisoblanadi. Mana kundan kunga aholi soni ham, transport soni ham kundan kunga ko'payib boryapti. Bu albatta fuqarolarimiz, ya'ni bu Andijon aholisini iqtisodiy tomondan rivojlanishi, o'sishini yaqqol ko'rsatib turadi. Ko'chalarimizdagi bu tirbandliklar haqiqatdan transport vositalarining ko'pligi sabab. Ko'pligi hamda ayrim joylarda avtoturargohlarda yetishmasligi. Ya'ni bozorlar, mana aholiga gavjum joylarda transport vositalari uchun alohida to'xtash yoki to'xtab turish uchun avtoturargohlar bor, lekin yetarli darajada emas. Mashina katta. Endi mana tirbandliklarni oldini olish bo'yicha hozir mana viloyat hokimligi bilan hamkorlikda, avtoyo'l boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda
ikkita uchta joylarga mana shahar hududiga takliflar berilgan, ya'ni eng ko'p aholi transport oqimi yuqori bo'lgan joylarga avtoturargohlar yoki bo'lmasam shu katta chorrahalarga qo'shimcha karmashka deb qo'yamiz xalq tilida, cho'ntak yo'lakchalar, shu tirbandliklarni oldini olish bo'yicha kerakli tegishli yo'l belgilarini o'rnatish, ya'ni shu qayergadir to'xtash yoki to'xtash mumkin emas belgilarini o'rnatib, shu gavjum joylarga transport vositalarini tartibsiz holatda qo'ymaslik, bu ham bitta tirbandlikka sabab bo'ladi. Ya'ni transport vositalarini ayrim haydovchilarimiz belgilanmagan joylarga tartibsiz holatda qoldirib ketishi, bu ham bitta tirbandlikda keltirib chiqarishga sabab bo'ladi. Shuning uchun hozir mana nafaqat Andijon shahar, balki tuman markazlarida ham tirbandlikni oldini olish bo'yicha chorrahalarda qo'shimcha cho'ntak yo'lakchalar hamda bozorlar atrofiga ko'p qavatli avtoturargohlarni tashkil qilish bo'yicha takliflar berilgan. Endi avtoturargohlarni tashkil qilish masalasi baribir ozgina moliyaviy tomonga qaraladi. Moliyaviy tomondan ko'rib chiqilgandan keyin tasdiqlansa, albatta bozorlarda oldiga ko'p qavatli avtoturargohlar kerak bizga. Albatta, imminni bozorlar oldida. Bozorlar oldida. Sababi endi hozir mana bozorlardan keyin ko'ngilochar joylar. Ko'ngilochar joylar atrofida avtoturargohlar, ya'ni ko'p qavatli avtoturargohlar bizga juda ham zarur. Sababi mana bayram kunlari, misol uchun fuqarolarimiz mana oilaviy bemalol bu ko'ngilochar joylarga kelib madaniy xordiq chiqarib ketishlari uchun biz bularga mana shunaqa joylarga kerakli shart-sharoitlar yaratishimiz kerak. Bog'larda, istirohat bog'larida, bozorlar atrofida eng kerakli narsa bu avtoturargoh. Agar avtoturargoh bo'lsa, siz ham bozorga yoki oilangiz bilan biron joyga bir ko'ngilochar joylarga tashrif buyursangiz, mashinangizni bemalol xavfsiz joyga qoldirib ketasizda, bemalol oilangiz bilan bog'ga bo'lsa bog'ga yoki bo'lmasa shunaqa ko'ngilochar joylarga kirib xotirjam kirib chiqasiz. Yaqin kunlarda bu oldini olinadimi yoki o'zi ko'rib chiqishi uzoq vaqt talab qiladimi? Yo'q, bu narsaga uzoq vaqt talab qilinmaydi. Sababi shu yilda oxirigacha mana Andijonda mana hamma biladi, yangi bozor, eski shahar hududlari va eng katta bozorimiz bu Jahon bozor. Jahon bozor atrofiga ham ko'p qavatli avtoturargohlar tashkil qilish bo'yicha takliflar berilgan. Buni endi viloyat hokimligini qurilish bo'limi xodimlari tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlansa agar mana namuna sifatida bu joyda qurilgan avtoturargohlarda qurib bitkazilgandan keyin albatta bu joydagi tirbandliklar qanchadir miqdorga baribir kamayadi. Tushunarli. Mana masalan Turkiyaning hududi juda probka bo'ladi-da. Odamlar, "Gai qo'yib qo'ysa bo'lmaydimi?" deydi. Nima uchun faqat gai probkaga qaraydimi? Endi odamlarda tushunchasida shunaqa narsa bor. Tirbandlikka sabab gai xodimlari deb o'ylaydi. To'g'ri, tirbandlikni oldini olish, avtoavariyalarni oldini olish bu gaining vazifasi to'g'ridan to'g'ri, lekin mana ochiq aytishimiz kerak. 24/7 kerak bo'lsa, gai xodimlari chorrahalarda shu tirbandliklarni oldini olish bo'yicha ishlar tashkil qilinadi. Kerakli mana joylarda. Endi siz aytayotgan shu biznes center chorrahasida transport oqimi haqiqatda juda ham ko'p. Biz bu joyga mana 2 tadan 4 tagacha xodim ajratganmiz alohida. Kunda ana bu chaspik deb qo'yamiz. Faqat chaspikga paytda. Ertalab 2 soat mana kimdir o'qishga, ishga boradigan vaqtda to'g'risi u chorrahani svetoforga qo'yib beradigan bo'lsak, tirbandlik o'z-o'zidan ko'payib ketaveradi. Endi bu joyda biz 2 tadan 4 tagacha shu xodim qo'yganimizning sababi, asosiy sababi shu tirbandlikni yechish. Ya'ni chorrahani agar bizni yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari boshqaradigan bo'lsa, qaysidir ma'noda ko'proq harakatni ochib, transportni ham, piyodalarni ham harakatini tartibga solib turadi. Va kech payt 5 dan 7 gacha hamma ishdan, o'qishdan qaytadigan paytda ham shaharning o'zida mana shu biznes center chorrahasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, markaziy bank chorrahasi va O'zbekim chorrahasida eng katta chorrahalardan biri.
to'rtko'cha klinika deb qo'yamiz. Klinika chorrahasida ham aynan shu vaqt oralig'ida o'z-o'zidan transportda ham, piyodani ham oqimi ko'payib ketadi. Shu vaqt oralig'ida biz qo'shimcha kuch tashlab bu yerga xodimlarga, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari hamda bularga hozir mana Ichki ishlar vazirimizni o'rinbosarini topshiriqlariga asosan endi patrul post xizmati xodimlari ham aynan shunaqa tirband bo'layotgan joylarda, muammoli chorrahalarda yo'l patrul xizmati xodimlariga patrul post xizmati xodimlari ham, ya'ni xalq tilida PPS deb qo'yamiz. Shu PPSlar ham GAI xodimlariga yordam beradi. Bularning tajribasi-chi? Bularni biz birinchi hozir mana yo'l harakati xavfsizligi xizmatini mutaxassislari tomonidan alohida o'quv rejasi ishlab chiqilgan. O'quv rejaga asosan biz shu patrul post xizmat xodimlari, qo'riqlash xizmati xodimlarini ham o'qityapmiz. Ya'ni chorrahada tartibga soluvchini ishoralari, uni vazifasi, asosiy vazifasi nima? Shu narsalarni o'rgatib, sekin-sekin keyin chorrahalarda turish mumkin. Sababi yana bitta mana statistik ma'lumot. Andijon viloyatida hozir 3.700.000 ga yaqin aholi ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, transport soni 400 mingdan o'tyapti. Andijon viloyatining o'zida 400 mingdan ortiq transport hodisalari qayd etilgan. Endi shu transport, shu aholiga 250 ta yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari xizmat qiladi. Butun Andijon viloyatiga 250 ta GAI xodimlari xizmat qiladi. Mana Andijoncha gap podkastimizda qiziqarli taraflari ham shunaqa ma'lumot, kreativ ma'lumotlarni yetkazib berish. Albatta siz yoqayotgan bo'lsa like, comment yozib qoldiring. Qiziqarli deyapti. Butun viloyatga 250 ta GAI xodimlari. Qarang, 3 milliondan o'sha odamga. Mana siz aytdingiz-ku, tirbandlikka faqat GAI javob beradimi boshqa. Ijtimoiy tarmoqlarda mana biz o'zimizni Instagram, Telegram sahifalarimizga videolar, murojaatlar tashladi. Bu joyda svetofor o'chib qoldi, GAI jo'nating, tirband bo'lyapti, GAI jo'nating. Vaholanki ustida qaraydim, GAI qaraydim. Endi qani endi imkoniyatim bo'lsa, har bitta chorrahaga GAI qo'yib qo'ysak, shu tirbandlik bo'lmasa, shu fuqarolar shu haligi norozi kayfiyatga olib bormasak, endi mana bu 250 ta xodim bilan imkon qadar, lekin mana tirbandlikni ham oldi olinyapti. Avariya o'choqlari deb qo'yamiz. Haligi eng ko'p yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgan joylarda yoki bo'lmasam eng ko'p qoidabuzarlik sodir etiladigan joylarda mana vaqti bilan shu belgilangan dislokatsiyaga asosan xodimlarimizni tizimli ishlatib, shu viloyat hududida harakat xavfsizligi ishonchli ta'minlanyapti. Butun Andijon viloyatiga 250 ta GAI xodimlariga qoyil deb qolaman. Shuncha viloyatda mashina ko'p, zichlik bor, har xil tumanlar bor. Keyin u xodimlar bitta joyda turmaydi-da. U tumanga, bu tumanga GAI xodimlar qaysi paytda oilasiga vaqt ajratadi? Endi xodimlarimiz ertalab 7 da ishni boshlaydi. Birinchi smen. Ertalab 7 da ishini boshlaydi. Kech paytki soat 20:00, ya'ni 8 gacha. Birinchi smen shu ishlaydi. Ikkinchi smenimiz 20:00 dan ertalabga shu 7:00 gacha xizmat olib boradi. Bundan tashqari boshqarma boshlig'ini shu topshirig'iga asosan bizda haftaning endi yakshanba kuni xodimlarga dam beriladi. Ko'chada yakshanba kuni GAI bo'lmaydimi? Bo'ladi. Perispen bo'ladi, baribir haligi reja grafika asosan xodimlarimiz dam oladi. Shu paytda endi asosan yakshanba kuni oilasiga vaqt ajratadi. Bundan tashqari endi mana birinchi smenimiz 8 dan keyin bo'shaydigan bo'lsa, 8 dan keyin oilasining bag'riga borsa bo'ladi. Endi har xil holatda, masalan, kimdir noch, kimdir dem bo'ladi-yu. Farzandini GAI xodimlariga ham oson emas ekanda, borsa farzand uxlayotgan bo'ladi yoki chiqib ketsa yoki ertalab tursa, ishga ketsa GAI xodimi bolasini ko'rmaslik holatlari bo'ladi. Baribir sog'inch baribir o'tar ekanda, GAIga ham oson emas ekanda deyman aka. Bu eng og'riqli nuqta. Endi bu ichki ishlar organlari sohasida eng mashaqqatli ham sharafli bu taraflari ham bu GAI deb o'ylayman. Sababi mana ertalab sahar mana 7 yoki bo'lmasam ba'zida endi
endi katta tadbirlarda ertalab soat 6dan chiqib kech payt endi shu tadbirlarimiz yakunlanguncha fuqarolarimizni shu tarqatib ko'chalarda shu tartib saqlash maqsadida endi har xil holatlar bo'ladi, ya'ni kuchaytirilgan tartibga o'tganda kechasi endi soat 10-11gacha ham bolalar ba'zida endi xizmat olib borishga to'g'ri keladi. Ko'chada sovuqmi, issiqmi buni farqi yo'q. Shuning uchun mana kattalar ham aytadi, haqiqatda bu GAIda ishlash ham sharafli. Oson emas, lekin endi shu kasbga qiziqqan odamga bu qiyinchilik hech narsa emas deb o'ylayman. Nimagaki bu kasbda endi o'zimiz tanlaganmiz, o'zimiz xohlab, bizni birov majburlamagan. Sen GAI bo'lasan, boshqa. Hamma o'zi qiziqqani uchun, o'zi xohlagan uchun ishlaydi. Haqiqatda lekin endi oilani ko'rish, oila bilan birga oilaga vaqt ajratish, endi ozgina baribir boshqa kasb, shu sohadagi boshqa yo'nalishdagi xodimlarga qaraganda baribir GAI xodimlari endi ozgina oilasiga vaqtni endi ajratmaydi emas, ajratadi, endi ozroq bo'lib qolishi mumkin. Abdumajid aka, mana siz matbuot rahbarisiz, ishingiz media bilan asoslanganda va shu bilan birgalikda Instagramga video joylaysiz, ko'cha-kuyda masalan savdo qilgingiz keladi, nimanidir sotib olgingiz keladi, yegingiz keladi, biron bir joyda ovqatlangingiz keladimi? Shunaqa holatlarda siz bemalol ovqatlanib yoki bemalol biron bir joyga kirib, buningiz qancha, buningiz arzon qilib bering deysizmi? Bo'ladi shunaqa holatlar ham. Haligi ba'zan endi biz ko'proq formada yurganimiz uchun haligi dam olish kunlari kiyamizda, fuqarolik kiyimini. Endi haligi faslga qarab o'z uchun kiyim sotib olmoqchi bo'lib do'konga kirsangiz, baribir endi haligi anjon kichkina, baribir haligi odamlarni ko'p taniganda, Abdumajid aka keling, biron bir narsa sotib olaman desa, har qayerda baribir talashasiz. Endi futbolka olasizmi, boshqa qanaqa endi kiyim-kechak olganda baribir talashasiz. Sohangizdan kelib chiqib, sizni talabingizga, narxingizga qilib bermaydimi? Oling demaydimi? Deydi. Men shunisiga xursand bo'laman. Bizni baribir Andijon xalqi juda ham bir haligi bir-biriga mehr-oqibatlik, xursand bo'lasiz. Haligi misol uchun 200 ming so'mlik narsani 100 ming so'm yarmiga bersa ham qaysidir ma'noda xursand bo'lasiz-da. Shunchalik qadrimiz bor ekan, hurmatimiz bor ekan, boshqa. Haligi odamga yaxshilik qilsang yaxshilik qaytadi deydi-ku, o'zi shunaqa. Ba'zan to'g'ri kelib qoladi. Haligi nimadir olmoqchi bo'lib kirsangiz, haligi o'zimizga to'g'ri kelib qolgan haydovchi bo'lishi mumkin, boshqa. Shunaqa payt endi baribir haligi ishimiz tushadi-da endi. Misol uchun har bitta qaysi soha yoki bo'lmasam kasb egasi bo'lmasin, baribir odamga ish tushadi. Boramiz. Shunaqa holat bo'lgan, mana siz shu ish mobaynida siz GAI xodimlik qilgansiz, shu to'sgansiz, pravaga yozgansizda, keyin qaysidir restoranmi yoki magazinga kirib qolsangiz, o'sha odamni ko'rgan holatingiz bo'lganmi? Bo'lgan. Bunaqa holatda mana ko'pchilik hijolat ham bo'ladi-da. Lekin mana shunaqa holatlar bo'lgan. Men bitta do'konga kirib narsa olib savdo qilganimdan keyin endi u paytgacha bo'lgan davrda u fuqaro menga to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin. Lekin men shu odam bilan misol uchun savdo qilib, u menga endi shu tanishligi uchun hamma narsani yo'lda qilib bergan. Lekin keyin safar haligi ko'chada shu endi haydovchi sifatida qoidani buzib, meni o'zimga to'g'ri kelib qolgan paytda agar u qo'pol qoidabuzarlik sodir etgan bo'lsa, men unaqa odamni kechirmasdim. O'zini betiga aytib, endi haligi bilasiz, bu qoidabuzarlikni ham og'irlashtiruvchi, yengillashtiruvchi holatlar bo'ladi-da. Biz ishimiz juda ham nozik, sababi haligi endi bir ikki marta endi bu juda qo'polroq bo'lishi mumkin. Salom alaykum qilib, boshqa bor shunaqa odamlar
menga endi hamma yoq yarashaveradi, bo'laveradi, gayda tanishim bor deb o'ylaydigan odamlarim borda, ochiq aytish kerak buni. Albatta men unaqa holatda mana ko'pchilik biladi. Qo'pol qoidabuzarlik sodir etdimi, uni yaqin qarindoshi bo'ladimi, bir xodim yoki bo'lmasam endi qanaqadir bir taniqli odam bo'ladimi, boshqami, belgilangan tartib chorasini ko'rib beraman. Uni o'ziga ham aytaman men. Yuziga aytaman. Agar yengil holatlar bo'lsa, uni kechirib olishim mumkin. Xo'p, qoidani buzgan bo'lsa, yengil turdagi qoidabuzarlik bo'lsa, unga jarima qo'llamasdan uni ogohlantirib qo'yishim mumkin. Lekin haligi erkalik qilib ko'chada ikkitasiga yaxshilik qilib qo'ygan bo'lib, endi bizga hamma yoq yarashaveradi deydigan odamni biz to'g'risi unaqa fuqarolarga biz keskin qoidada nima yozilgan bo'lsa, shu bo'yicha chora ko'ramiz. Sababi ertaga u boshqa narsaga aylanib ketib qolmasligi uchun. Demak, oldinlari palonchaga telefon qilib beraman degan hozir rol o'ynamaydimi? Rol o'ynamaydi. Nimaga? Sababi ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoqda mana Toshkent shahrida juda ham ko'p bo'ldi, juda ham pand edi, aynan yo'l patrul xizmati xodimlari qanaqadir katta mashinalarni to'xtatib qo'yib, telefon qilib bersa, telefonda gaplashib qo'yib yuborayotgan holatlarini boshqa fuqarolar video tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib olish. U yerda u telefonda nima gap so'z bo'lgan, qanaqa holat, qanaqa vaziyat bo'lgan bilmaydi. Bu fuqaro u narsani bilmasdan turib, lekin mana ijtimoiy tarmoqlarda bu narsa noto'g'ri talqin qilinadi, tarqab ketadi, tushunmovchilik shundan kelib chiqadi. Tizimga bo'lgan hurmat. Mana shuning uchun shunaqa narsalardan ehtiyot bo'lib, biz mana yo'riqnomalarda ham har bitta xodimga aytamiz, yetkazamiz. To'g'ri, tanish bilishchilik o'zini yo'liga. Yordam qilish kerak bo'lgan joyda yordam qilamiz, qilmaymiz emas. Lekin qo'pol qoidabuzarlik sodir etib, ertaga bitta inson bu nafaqat o'zini, balki shu atrofdagi insonlarning hayotiga jiddiy xavf solmaslik kerak. Mana yo'l transport hodisalari, avariyalar nimadan kelib chiqadi? Qaysi inson ertalab uydan chiqayotib, bugun men avariya bo'laman, bugun men bironta odamni bir o'limiga, Xudo saqlasin, yoki bo'lmasam bir og'ir turdagi tan jarohati olishiga sababchi bo'laman deb chiqadi. Hech kim. Lekin kattalarning bir gapi bor, yo'l xatoni kechirmaydi deydi. Bu bekorga aytilmagan. Yo'lda yuramizmi? Har bittamiz. Rulda bo'lamizmi, piyoda bo'lamizmi, velosipedda bo'lamizmi, yo'lovchi sifatida ketamizmi? Har bittamiz o'zimizni shu qoidada belgilangan tartib qoidada vazifalarimizni, majburiyatlarimizni bilib shunga amal qiladigan bo'lsak, bizning gayiga ishimiz tushmaydi. Ko'chada avariya bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin. U ham qanday bo'ladi? Ehtiyotsizlik yoki bo'lmasam shu qonun qoidalarini mensimaslik oqibatida yuzaga keladi bu holatlar. GAI xodimlari ko'chada nima uchun xizmat qiladi? Shu avtomobil yo'llarida, ko'chalarda fuqarolarimizni xavfsizligi, shu avtoavariyalar bo'lmasligi, tirbandliklar bo'lmasligi uchun xizmat qiladi. Xolos. Tushundim. Mana shu Alloh saqlasin avariya temasini gapirganimizda ko'zi ko'rinyapti, mana shu internetlarda yosh farzandlariga avtomashinasini berib qo'yapti. Bunga qanaqa qaraysiz? Pravasi yo'qdir yoki bilmaymiz, bizga qiziq. Juda ham o'rinli savol. Sababi oxirgi paytlarda aynan shu Instagram ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram platformasida oxirgi paytlarda shu haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lmasdan turib, ota-onalarning o'zlari yosh farzandlariga qiz bola bo'ladimi, o'g'il bola bo'ladimi, endi buni kimdir erkalik deb hisoblashi mumkin yoki bo'lmasam yana endi hamma har xil tushunadi-da bu narsani. Lekin qonun tomonlama, mana biz qonun tomonlama o'ylaymiz. Qonun tomonlama bu narsa mumkin emas. Buni ota-ona juda yaxshi biladi. Lekin shu Instagramlarda obunachini ko'paytirish uchun qiladimi yoki bo'lmasa shu prosmotr uchun qiladimi? Endi sog'lom odam o'ylash kerak-da. Biz obunachilar uchun yashaymizmi? Shu Instagram hammani hayoti to'g'ri shu haligi virtual hayotga aylanib qolyapti, bora-bora bu hayot. Instagramda shu obunachim ko'p bo'lsa, prosmotrim ko'p bo'lsa degan xayol bilan yuradigan bo'lib qolyapti ayrim ota-onalar. Lekin bu tomonini oladigan bo'lsak,
prosmotr, obunachi bizga nima beradi? Bizni farzandimizni hayotidan ustun emas u bu prosmotr yoki obunachilar. Layk yig'aman deb prosmotr olaman deb qaysidir oilani farzandiga yoki ota-onasiga qanaqadir jabr berib qo'yishi ham mumkin ekanda. To'ppa-to'g'ri bo'ladi bu holatlar ham. Mana oxirgi 1 yilda shu eng ko'p yo'l transport hodisasi sodir etilganini tahlil qiladigan bo'lsak, biz avtoavariyalarni tahlil qiladigan bo'lsak, aynan haydovchi guvohnomasi bo'lmasdan turib transport vositasini boshqargan shu yosh haydovchilar, ya'ni fuqarolar tomonidan juda ham ayanchli yo'l transport hodisalari sodir etilgan, ya'ni inson o'limi bilan bog'liq. Shu inson o'limi bilan bog'liq, ya'ni shu avtoavariyaning orqasidan halok bo'layotgan fuqarolar kimdir otasi, kimdir onasi, kimdir 5 yil, 10 yilda ko'rgan farzandi bo'lishi mumkin-da. Mana shunaqa narsalarni o'ylash kerak. Biz mana yo'l transport hodisasi, o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir etilsa, kelgusida shu holatlarga yo'l qo'ymaslik, kelgusida shu avtoavariyalar bo'lmasligi uchun mahallalarda endi avariya bo'lgan. Bo'lgandan keyin biz mahallalarda muhokama yig'ilishlari o'tkazamiz. Kelgusida qaysidir ko'cha yoki qaysidir mahalla yoki qaysidir shu katta trassalarda yo'l transport hodisasini bo'lmasligi uchun fuqarolar o'rtasida tanqidiy muhokama yig'ilishlari o'tkaziladi. Muhokama yig'ilishlarida yo'l transport hodisalarining kelib chiqish sabablari tushuntiriladi, aytiladi fuqarolarga. Mana bitta o'qimagan yosh fuqaroda aybi bilan kimdir otasi, kimdir onasi, kimdir o'sha oiladagi yolg'iz boquvchisi mana bitta insonning aybi bilan halok bo'ldi. Endi uni kim hayotga qaytarib bera oladi? Hech kim. Mayli u bitta bir o'ziga to'q oilaning farzandi bo'lishi mumkin. Yo'q, boquvchisi bo'lishi mumkin. Lekin mana qoidabuzarda, ya'ni ayblanuvchini qilgan birgina xatti-harakati bitta insonni hayotiga nuqta qo'yib qo'yadi. Endi u odamni kim hayotga qaytarib bera oladi? Aynan shunaqa narsalarni o'ylab turib, bu qilayotgan ishimiz qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri o'ylab odamlarimiz ish qilishsa, farzandlariga mashina bersa, yaqindagina GAI xodimining vafoti sizga qanchalik ta'sir qildi? Juda ham to'g'risi hali ko'zga yosh keldi. Sababi meni o'zim tengqur xodim ekan. 3 ta farzandi bor. Endi u oilani ya'ni u xodimimiz, marhum xodimimizni ota-onasi, endi farzandlari yo'q, to'g'ri yosh hali, lekin uni ayoli to'g'risi haliga xuddi bir o'zimni oilamdan bitta inson ketib qolgandek bo'ldi-da. Haligi qani endi bu narsani orqaga qaytarishni ilojisi bo'lsa. Mana shunga o'xshagan misollarni ham fuqarolarimizga ko'rsatib, aytib, targ'ibot qilishimizga qaramasdan yana kunora shunaqa narsalar chiqyapti. Odamlar ko'radi, ko'rmaydi emas. Aynan shu yo'l transport hodisasi butun ijtimoiy tarmoqda portlatdi-da. Ko'rdi hamma. Xulosa qilish o'rniga yana bu holatlar takrorlanyapti. Nima uchun ota-ona bunga befarq? Ota-ona bilmaydi emas, biladi. Endi balkim bordir. Ish bilan bo'lib, e'tiborsiz, endi tushunamiz oxirgi paytda endi mana shunaqa holatlar aniqlansa, olib kelsak ota-onasini endi ish bilan bo'lib qolgan, tirikchilik boshqa deydi. Mayli, tirikchilik hamma uchun kerak tirikchilik. Lekin farzandda nazoratsizligi bitta oilani boquvchisini yo'qotyapti. Endi u oilani siz boqasizmi? degan savolga javob yo'q. Mana shuncha narsa ish bo'lyapti. Biz respublikamiz hududida bo'lyapti. Hamma ko'ryapti, hammani qo'lida telefon, hamma ijtimoiy tarmoqning ichida yuribdi, hamma ko'ryapti. Nima uchun xulosa chiqarmayapmiz biz? Ayb shunda farzandimiz ota-onalarda demoqchimisiz? Ko'proq ota-onalarda. Nimagaki ota-onalar hozir faqat tirikchilik dardida bo'lib qolganda, farzand tarbiyasi, buni ochiq aytaman men. Sababi men mana mahallalarda men ishim targ'ibot u. Men maktablarda, oliy ta'lim muassasalarida, mahallalarda yuraman, mana targ'ibot qilamiz.
aholini ichida yuramiz, gaplashamiz, ko'ramiz. 70-80% ota-onalar farzandlarini tarbiyasiga umuman befarq. Befarq. Bor shunaqa ota-onalar. O'zlari hujjatsiz, hali pravasi yo'q farzandlariga mashina kalitini berib qo'yapti. Aptekaga chiqib kel, yuvdirib kel, boshqa deb. Bunga kim kafolat beradi bu mashinani yuvib kelguncha nima ishlar qilishiga? Aytadi, ochiq aytadi. Sekundda nimalar bo'lib ketadi? Ha, ota aytayapti. Endi ba'zan nima deb javob berishni ham bilmay qolasiz bunaqa otalarga. Shuncha qilayotgan mehnatingizga, olib chiqayotgan ijtimoiy roliklarga be'tiborlik. Mayli bu ijtimoiy roliklar nima, lekin real narsani ko'rsatyapmiz biz. Mana mayli xo'p, xodim ketyapti, uni orqasidan xodimlar o'lib ketyapti. Oddiy fuqarolar bilan bo'layotgan holatlarda nima uchun odamlarga bu narsa ta'sir qilmayapti? Nima uchun xulosa qilmayapmiz hali ham? Endi qonunlarni ba'zilar aytadi, qonunlarni kuchaytirish kerak, jazo kuchaytirish kerak, jarimalarni oshirish kerak boshqa deydi. Jarimalarni oshira olamiz. Lekin odamlar o'ziga to'g'ri xulosa qilmasa, o'zini ozgina bo'lsa ham aqlini ishlatib ko'chada bu nafaqat o'zini shu farzandini kerak bo'lsa, ukalarini, jiyanlarini sal tartibga chaqirib nima to'g'ri, nima noto'g'ri shuni tushuntirib qo'ysa bo'ldi. Bu qiyin narsa emas. Bu yo'l harakati qoidalariga ham amal qilish uchun kimdir qayerdadir yo bir chet elga borib bir 10 yil o'qib kelishi, uydan chiqmasdan bir 1 yil, 2 yil yotib olib kitob o'qish shart emas. Bu oddiy narsalar, u yo'l harakati qoidalariga amal qilish. Oddiy narsalar. Mana hozir internetlarda dadamga, ayamga, akamga degan internetda mashinaga sovg'a qilishlar ko'payib ketdi. Bu harf yozish to'g'rimi? O'sha ko'chada yurishi qonunda bormi, yo'qmi? Qoida bo'yicha bu noto'g'ri. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 125 5-qismida ko'rsatib qo'yilgan. Davlat raqam belgilarini, misol uchun o'z boshimchaligi bilan yechib harakatlanish bu qonunga zid va Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 127-moddasi 2-qismida yozib qo'yilganki, davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan to'sib qo'yish, qanaqadir qoplamalar surtish, siz aytgandek shunaqa bir yozuvlar oxirgi paytlarda bu haligi trendga chiqdi. Yaqinda mana qiziqchi Jamshid Normatovni qisqa rilsini agar ko'rgan bo'lsangiz, shunaqa ta'sir qildi. Mana otamga, onamga deb maqtanib zo'r mashinalar topshirish juda ta'sir qildi menga. Haqiqatda to'g'ri. Haligi hammani dastyorga bersin, sovg'ani qilsin boshqa. Endi uni reklama qilish qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri endi bilmadiku, lekin juda ham zo'r mavzuda olib chiqqan. Uyaltirib qo'ymayapmizmi deb. Uyaltirib qo'ymayapmizmi deb. Lekin mana qonun tomonlama bu narsa, ya'ni endi mayli yangi mashina bo'lsa-yu, bu to'g'ri, xo'p, tushunamiz. Lekin davlat raqam belgisi bo'lib turib, buni bekitib, shunaqa bir yozuvlar bilan ko'chalarda harakatlanishi bu qonunga zid. Yaqinda tushunmovchilik bo'ldi. Surxondaryo viloyatida bu narsa fuqarolar tomonidan juda ham tanqidiy muhokamalarga sabab bo'ldi. Nega? Ve orzu havas bilan olib ketayotgan narsa shu GAI xodimlari shunaqa qilishi shartmidi, boshqamidi. Bu yerda mana o'zi umuman boshqa tema bo'lgan. Tushuntirgan xodimlarimiz. Bu yerda nafaqat yozuv, haydovchilik huquqi bo'lmagan shaxs bu transport vositasini boshqarib ketayotgan bo'lgan. Xalq bilmagan buni. Shuning uchun haligi o'zi bir narsani ko'rib turib fikrlash, ya'ni buni gapirishdan oldin o'zi aslida o'zi nima bo'lgan, oxiriga yetib keyin gapirsa yarashaveradi hammaga. Tangani ikkinchi tomonini ko'pchilik ko'rmaydi yoki sabr qilmaydi-da. Tez odamlarimiz juda tez. Bir joyda bir janjal bo'lib, shu GAI xodimi bilan kimdir haydovchi yoki bo'lmasam qanaqadir holatlarda mana piyoda bilan tortishgan holatlarda odamlar murosa qilishdan o'rniga hozir hamma rasmga olib yoki videoga olib, kim yomon, xodimlar yomon. Lekin siz aytgan tangani ikkinchi tomoni. GAI xodimi haydovchini yoki piyodani nima uchun to'xtatdi? Nima uchun janjallashyapti bular? Bo'ladi shunaqa holat. Men o'zimda mana
piyodalar bilan bog'liq avariyalarni oldini olish bo'yicha, misol uchun ko'chalarda targ'ibot qilib yursak, piyodalarga yo'lda belgilangan joydan kesib o'tishini, o'sha peshobxo'rdan o'tayotganda telefondan foydalanmaslik, bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri. Shunaqalarni tushuntirib, bitta fuqaroni to'xtatib, uni majburiyatini tushuntirmoqchi bo'lsak, tushunamiz endi kimdir ertalabda uyda yomon kayfiyatda chiqishi mumkin yoki bo'lmasam qanaqadir vaziyat bo'lishi mumkin. Unaqa odamlarni ham tushunamiz. Biz shunchaki uni majburiyatini, vazifasini tushuntirib qo'ysak, ertaga bu biron bir baxtsiz hodisaga duch kelib qoladigan bo'lsa, aybni birovdan emas, o'zidan qidirish kerak-da uni. Shunaqa bo'lish uchun biz uni majburiyatini, vazifasini tushuntirib qo'ymoqchi bo'lamiz. Lekin ayrim fuqarolar tortishadi gai xodimlarni, urishadi. Qayerda yozib qo'ygan? Nima uchun jarima qo'llaysan menga? Boshqa deb. Shu gai xodimlarga formani yeyish deganlarga nima deysiz? Endi nima desam ekan? Og'irlik gap bu ham bitta. Formani yech deyish. Formani yechish mumkin. Xo'p, yechgandan keyin nima o'zgaradi? Janjallash kerak bo'ladi. Bizga bu narsani o'rgatmagan. Har qanday vaziyatda xodim og'ir vazmin xushmuomalalikda fuqarolar bilan har qanday ziddiyatli vaziyatda murosa qilib, mayli gap tushunmaydigan bo'lsa ham, lekin xodim majbur fuqaroga xushmuomala bilan muomala qilib, yaxshi muloqotga kirishib, unga agar huquqbuzarlik yoki shu qoidabuzarlik sodir etgan bo'lsa, qonunda belgilangan tartibda unga tushuntirib qo'yish kerak. Ko'cha tilida emas. Agar ko'cha tilida gaplashadigan bo'lsa, bir-birini hech qachon tushunmaydi fuqaro bilan xodim. Lekin xodimga doimiy ravishda tushuntiriladi. Fuqarolar bilan shunaqa ziddiyatli vaziyatda ko'cha tilida emas, qonunchilikda nima deb belgilab qo'yilgan? Shu tartibda gaplashishimiz kerak, shu tartibda tushuntirishimiz kerak. Tushunmayaptimi? Ana undan keyin ketma-ketlikda tegishli chorasini ko'rish kerak. Formani yech, mushlasamiz desa, u mushlashib yoki bo'lmasam bir-birini bir haqorat qilishga xodimning umuman haqqi yo'q. Biz har qanday vaziyatda bizni haqorat qilsa ham, bizga qo'l ko'tarsa ham, biz og'ir vazminlik bilan iloji boricha murosa qilib, agar to'xtamasa, qonunda belgilangan tartibda tegishli chora ko'rishga majbur bo'lamiz. Tushunarli. Keyin gai xodimlarni yo'lda qarg'ab ketishadi-yu. Gaiga qanaqa botadi aka? Bu endi hammaga har xil botsa kerak. Men uchun lekin men mana axborot xizmati xodimi bo'ladigan bo'lsam, men shu 250 ta xodimimizni hammasini shu rahbariyatdan tortib eng pastdagi xodimgacha hammasini bir xilda ko'raman. Men uchun hammasi shu, men uchun safdosh, oila men uchun ularni qarg'asa, u meni qarg'agandek bo'ladi. Mana ijtimoiy tarmoqda boshqa viloyatni gaisi bilan bog'liq holat tarqasa ham, biz o'zimiz mana viloyatlar bilan maslahatlashib, uni nima qilish kerak? Ta'sir chorasi maslahat qilib, bunga bir yechim qilamiz. U qarg'aganda ham endi nima uchun qarg'ayapti? Biz ham o'ylaymiz, qarg'ishga loyiqdir shu xodim. Haligi aytadi-yu, guruch kirmaksiz bo'lmaydi deydi. Ba'zida bo'ladi, bizni ham xodimlar ozgina o'tkazib yuboradi. Endi yengil qoidabuzarlikni kechirish, ogohlantirmasdan protokol tuzib qo'yish. Qarg'ishlar, norozichilik shundan kelib chiqadi-da o'zi. Ko'p haydovchilar endi misol uchun to'g'ri, kimdadir oilaviy, moliyaviy tomondan qiyinchilik bo'lishi mumkin. 100 ming so'mlik jarima uning uchun ko'pdek tuyuladi-da. Uning uchun 100 ming so'mlik jarima ham bu ko'p, og'ir. Kechiring, komandir shunga bir yordam qiling desa, bor shunaqa xodimlar ham kechirmaydi. Qoidani buzdingizmi? Belgilangan tartibga chora ko'rishga majburman deydi. Fuqaroga shu gap yoqmaydi. Bor shunaqa. Kelib chiqadi desam, shundan kelib chiqadi. Mana shular, mana gaylar shunaqa.
ular kechirib bitta xodimning xatti harakati bilan butun tizimga baho beradi talik qarg'aydigan fuqaro. Lekin bor shunaqa xodimlar aytyapar. Men ham kerak bo'lsa shu yozmasdan qani ogohlantiraman, xo'p, tushuntirib qo'yaman buni qoida buzarligini. Jarimasi qancha, buni salbiy, huquqiy oqibatlar nimaga olib keladi, hamma narsani tushuntirib qo'yaman. Iloji bo'lsa, keyingi safar shu qoida buzarlikni sodir etmang. Bu gapni to'g'ri qabul qilgan odam o'ziga xulosa qiladi. Lekin ayrim fuqarolar bor, ayrim haydovchilar bor, haligi ko'chalarda endi shu stri deb qo'yamiz-ku. Bo'ldi, mana gap bilan hal qildim, chiqib ketdim, boshqa deydi. Ertaga agar endi uni vijdoniga havola. Bugun bu gaydan, bu gap bilan yoki bo'lmasam chiroyli muomala bilan chiqib ketib, sal nariga borgandan keyin yana u qoidani buzib, agar qonun qoidalariga hurmatsizlik qiladigan bo'lsa, unda yaxshi emas. U baribir bir kun yana kimgadir to'g'ri kelib qoladi yoki qanaqadir bir hodisaga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Qoidalar nima uchun chiqarilgan? Qoidalar shu insonning xavfsizligi uchun, salomatligi uchun chiqarilganda. Bunga qoidaga amal qilsa, bu gayda oyligi ko'tarilib ketib boshqa bo'lmaydi. Qonun qoidalariga fuqarolarimiz amal qilsa, birinchi navbatda cho'ntagiga, keyin sog'lig'iga foydali. O'zini tartibligiga va atrofni hurmat qilish. Atrofda hurmat qilish kerak. O'zi hozirgi kunda haydovchilik, piyoda madaniyati bora-bora yo'qolib ketayotganga o'xshaydi-da. Mana ko'chalarda reyd qilsak, haydovchilarga. Haydovchilar to'xtatib, haydovchilar bilan suhbatlashsak, ular piyodalardi. Piyodalar bilan suhbatlashsak, piyodalar haydovchilarni yomonlaydi. O'zi aslida endi ko'chada yurgan har bitta harakat ishtirokchisi nima uchun bular bir-birini yomonlaydi yoki bo'lmasam nima uchun bir-birini aybdor deb ko'rsatadi? Sababi endi hamma ham unaqa emas. Misol uchun bor shunaqa haydovchilar, ko'pchilik mana biz endi Andijonda Damas ko'pligi uchun hamma shu Damas haydovchilarini yomon ko'radi-da. Damas shunday, Damas bunday. To'g'ri, endi hammasi ham emas. Bor shunaqa uchar haydovchilar bor. Qoidalarga amal qilmaydigan yoki bilmaydigan deymizmi endi bularda. Lekin mana haydovchilik guvohnomasini olayotgan har bitta fuqaro baribir tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. O'qitiladi ular qanchadir muddatda. O'qitiladi. Haydovchi sifatida u yo'lda mana Damaschilarda aytadigan bo'lsak, yo'lovchi tashish faoliyati bilan shug'ullanadi. U ham shu xalqda uzog'ini yaqin qilay deb tushunamiz, endi u ham tirikchilik deb yuradigan odam. Lekin tirikchilik deb turib, u boshqa bir harakat ishtirokchisiga xalaqit berishi yoki bo'lmasam bir uni bir harakatiga bir to'sqinlik qilishi kerak emas. Hamma ko'chada bir-birini hurmat qilib yuradigan bo'lsa, qoidabuzarlik ham kam bo'ladi, yo'l transport hodisasi ham kam bo'ladi. Haydovchilarni piyodalardan ko'proq haligi norozi bo'lishini sababi shu piyodalarimiz yo'lda belgilanmagan joydan harakatlanishi, yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tishi. Ya'ni shu piyodalar o'tish joyi bo'la turib, bor shunaqa fuqarolar o'ziga qulay bo'lgan joydan o'tadi. Bu birinchi navbatda qoidabuzarlik. Ikkinchisi, shu piyodani o'zini hayotini o'ylamaslik deymiz-da, beparvolik. Yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tayotganda o'zini yo'lida kelayotgan transport vositasini haydovchisi, u o'zini yo'lida kelyapti. Ertaga ozgina turtib yuboradigan bo'lsa ham jabrini kim ko'radi? Jabrini o'zi ko'radi, piyodani o'zi ko'radi. Shunaqa holatlarga duch kelganmiz. Mana piyoda bilan bog'liq yoki bo'lmasam velosipedchi bilan bog'liq haydovchi turtib yubordi piyodani yoki velosipedchini. Endi unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kerak. Shifoxonaga olib boradi, shifoxonaga olib borib, endi unga birlamchi tibbiy muolajalarni qilib, ko'rsatib, shifokor ko'rigidan o'tguncha uni yaqin qarindoshlari keladi. Endi ularga bilmayman noto'g'ri yetkazilgan bo'ladimi bu ma'lumot. Shifoxonada ikkala taraf bir-biri bilan janjallashib ketish holatlari. To'xtab tur. O'zi aslida bu yo'l transport hodisasi, mana avariya. Kim tarafdan qanday kelib chiqdi? Sen bilmaysan. Kelib haydovchi bilan urushyapsan. Bitta muammo ikkita bo'lyapti. To'xtab tur. So'ra avval. Xodimdan so'ra. Xodim ko'zingga ko'rinmasa, shifokordan so'ra. Qanday bo'ldi bu yo'l transport hodisasi?
Shunaqa narsalar ham esdan chiqib qoladi biz odamlarda. Hozir mana ayol haydovchilar ham ko'payib ketdi. Erkak haydovchi bilan farq nimada? Endi sekin-sekin ayol haydovchilarimiz ham ko'payyapti. Endi gender tengligi hech kim ayol kishiga mashina minish mumkin yoki mumkin emas deya olmaydi. Ayol haydovchilarimiz ham sekin-sekin ko'payib, mana haydovchilik guvohnomalariga o'qib, olib, mana ko'chalarda bemalol transport vositalarini boshqarib yuribdi. Erkaklardan farqi yo'q. Erkaklardan farqi bor, shunaqa ayollar juda ham tartibli. Haqiqatda mana xavfsizlik kamarlarini taqib, svetofor ishoralariga, yo'l yotiq chizig'lariga amal qilib, tartibli harakatlanadi. Erkak haydovchi baribir endi haligi ko'pda boshida stress, ishi bor. To'g'ri, ishi bor. Oila, bolam, chaqam, tirikchilik deydi yoki bir qanaqadir bir endi 1000 ta xayol bilan yuradi erkak kishi. Ayollarimiz ko'z tegmasin, yaxshi bitta minus tomoni bor shunaqa ayollarimiz, haligi endi bularni shoshqaloq deymiz-da. Avtomaktabda o'qiyapman deydi, hali haydovchilik guvohnomasini olmagan. Lekin endi balki aytgandir unga ham kimdir, mumkin emas. Avtomaktabda o'qiyotgan bo'lsang ham senga bu degani mashinani boshqarib yurish huquqini bermaydi. Avtomaktabda o'qiyotganing. Sen qachonki avtomaktabni tamomlab, yo'lda ketayotib to'ssak, o'qiyapman deydi. Hujjat yo'q. To'g'ri, mashinani sotib olgan, mashina o'zining nomida bo'ladi, lekin haydovchilik guvohnomasi yo'q. Hujjatlar so'ralganda shu javob ko'pchilikda. O'qiyapman avtomaktabda, u mumkin emas. Qachonki o'qishni yakunlab, B yoki shu endi B'si qaysi toifaga o'qiyotgan bo'lsa, shu o'qishni tamomlab, amaliy, nazariy imtihonlardan o'tib, qo'liga haydovchilik guvohnomasini olgandan keyin unga transport vositasini boshqarish huquqi beriladi. Bu holatlarda nima bo'ladi? Bu holatlarda shu Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 135-moddasiga asosan haydovchiga tegishli tartibda chora ko'riladi. U endi ayol kishi deb turib ogohlantiriladigan qoidabuzarlik emas. Bu endi hujjatsiz avtomashina boshqarish bu qo'pol turdagi qoidabuzarlik hisoblanadi-da. U endi o'qiyotgan haydovchi, u hali yo'lda qanday qilib harakatlanishni, to'g'ri, mashinani minishni bilishi mumkin, lekin yo'ldagi belgilar, svetofor ishoralari, tartibga soluvchi ishoralari, yo'l yotiq chiziqlari, talablarini bilmasdan ertaga ko'ngil solsaga duch kelib qolishi mumkin. Mana nima uchun mumkin? Har xil situatsiya bo'lib qoladi. Shuni tushuntiramiz, belgilangan tartibda chorasini ko'ramiz. Lekin hamma hujjatlari bo'lib turib, biz xodimlarga doimiy ravishda aytamiz, ayol haydovchilar hujjatlari joyida, endi bo'ladi xato, kamchilik. Xavfsizlik kamaridan foydalanmasligi mumkin. Sug'urtalarni muddatlariga qaramay qolishi mumkin. Shunaqa yengil, misol uchun qoidabuzarliklarda ayollarga doim kechirimli bo'lishligi rahbariyat tomonidan biz xodimlarga doimiy ravishda aytiladi. Ayollarga kechirimli bo'lish kerak va transport vositasida oilasi bilan ketayotgan haydovchiga agar qo'pol qoidabuzarlik bo'lmasa, xodim bilan tortishmasa, ularga chora ko'rmaslik, ularni ogohlantirish. Sababi erkak kishini oilasini oldida bironta bir GAI xodimi obro'sizlantirib, uni kamsitib, shunaqa holatlarga duch kelmaslik bo'yicha rahbariyat tomonidan doimiy ravishda tushuntirishlar beriladi. Aka, mana masalan chetlarga chiqqanimizda GAIlarni ko'rmaymiz. Faqat kameralar. Bizda-chi shuni joriy qilsa bo'lmaydi? Bizda ham sekin-sekin o'sha raqamlashtirish tizimiga o'tyapmiz. Ya'ni ko'chalardagi chorrahalarda qoidabuzarlikni qayd etuvchi zamonaviy, eng zamonaviy rusumdagi maxsus avtomatlashtirilgan foto va video qayd etish dasturiy texnik qurilmalari, ya'ni radarlar, video kuzatuv kameralari o'rnatilyapti, integratsiya qilinyapti. Ya'ni qoidani buzgan haydovchilarni belgilangan tartibda jarimaga tortadi yoki bo'lmasam qidiruvdagi shaxslarni, qidiruvdagi transport vositalarini aniqlash bo'yicha mana sekin-sekin raqamlashtirish tizimiga o'tilyapti. Lekin hali biz endi bu chet el davlatlarining singari xodimlardan voz kechish amaliyoti hali bizda bu narsaga menimcha ozgina bor. Yoki xalqimiz tayyor emasdir. Yo'q, xalq endi qaysidir ma'noda xalqimiz tayyor emas desak ham to'g'ri bo'ladi. Sababi bizda bor mana shunaqa hujjatsiz mashina ko'chaga minib chiqib oladiganlar bor. Ozgina tek qo'yib bersa, mana
to'ylarda, qanaqadir boshqa marosimlarda kolonna bo'lib, endi orzu havas deydi o'zbek, 20 tadan 30 tadan to'ylarda kortej qilib ozgina oshirib yuboradi. Orzu havas o'zini yo'liga, lekin orzu havasni ham qonunlardan, qoidalardan chetga chiqmasdan qilish kerak deb o'ylayman. Orzu havasni ham. Sababi endi to'g'ri, hammani hayotida bir marta bo'ladi. Mana bizda juda ham ko'p haligi to'g'ri kelib qoladigan holat bu mana to'ylarda, kortejlarda guruh bo'lib harakatlangan haydovchilarni endi tartibga chaqirish maqsadida ularga belgilangan tartib choralari ko'riladi, tushuntiriladi bu narsa mumkin emasligini. Endi yosh katta bo'lib turib, ba'zan shu yosh katta fuqarolar o'zi aytadi-da. Bir yilda odamni hayotida bir marta bo'ladigan narsa, nima qilasizlar endi shunaqa qilib boshqa. Tushunamiz, bir marta bo'ladigan narsa, lekin bu yerda qonun qoidadan chetga chiqib ketish kerak emas, u bir marta bo'ladi deb. Ichida bo'ladi o'zboshimchaliklar, nomerlarni yechib olib, taqiqlangan uni qurilmalarni o'rnatib olib, sirena, migalkalarni o'rnatib olib. Bu ham orzu havasga kiradi bu deymiz. Bu orzu havasga kirmaydi bu. Qonun qoidalarni qasddan mensimaslikka kiradi bu. Erkalikka kiradi bu narsa. Mumkin emasmi? Mumkin emas. 3 ta mashina qilib bemalol zaksga chiqadigan odam zaksga chiqib kelsin. Bunga hech kim qarshilik qila olmaydi. Oldinlar shunaqa bo'lgan. Eshak-oralarda, ota-oralarda, hech qanaqa bir kortej bo'lmagan, to'g'ri. Lekin hozir o'zgarib ochiq aytamiz, haligi ozgina oshirish boradi ba'zan. Abdumajid aka, mana sizga forma qanaqa his-tuyg'u beradi? His-tuyg'u to'g'risi ba'zida o'zim bilan o'zim faxrlanib ketaman-da, shu qaysidir ma'noda shu endi Andijon aholisi uchun shu sohadan kelib chiqib kimgadir foydamiz tegayotgan bo'lsa, kimgadir qaysidir ma'noda agar shu yordam berib, to'g'ri yo'nalish berayotgan bo'lsak, ba'zan haligi mana videolarda, ijtimoiy tarmoqlarda yoki ko'cha-ko'yda birontasi bilan haligi mana aholi o'rtasida gaplashib, shunaqa suhbatlashganimizda fuqarolardan eshitgan haligi ijobiy, pozitiv deydi. Shunaqalarni eshitganimda men o'z-o'zimdan xursand bo'laman-da. Demak, meni shu qaysidir ma'noda xalqqa foydam tegyapti deb o'ylayman. Maqsadimiz ham shu. Formani nima uchun kiyganmiz? Formani biz to'g'ri orzu havas uchun desak ham bo'ladi, lekin biroq biz shu xalqqa xizmat qilish uchun, fuqarolarga foydamiz tegish uchun kiyganmiz bu formani. Boshqa maqsad yo'q. Zvani uchun emas. Yo'q. Zvani ham endi o'zini yo'liga. Ishlasangiz, xizmat qilsangiz, zvaniyani ham olib ketaverasiz. Lekin gap zvaniyada emas. Negisi ildisi xalqqa xizmat qilish, insoniylikdan chetga chiqib ketmaslik. To'g'ri, qonun, qoida deymiz. Lekin qonunlarimizda ham, qoidalarimizda ham ba'zan kechirish kerak bo'lgan joyda kechiramiz. Hamma ham xato qiladi, biz ham xato qilishimiz mumkin. Lekin xatoni to'g'rilab qo'yish ham bir insoniylik burch. Hamma ham xato qiladi. Bekami ko'z odam yo'q. Albatta, eng keyin xato qiladi deganingizga siz masalan qarindosh urug', GAI xodimisizda, masalan qarindosh urug'laringiz bezada qilib turishadimi aka? Turishadi. Oshna og'ayni, qarindosh urug', mahalla-ko'y endi tushunishadi. Endi uni ham haligi tushuntirib bila olish kerak. Har qanday vaziyatda ham, misol uchun, qoidani buzib tushib iltimos qiladimi yoki bo'lmasam shu GAI sohasiga oid qanaqadir bir muammosi bo'lsa, yechish kerak bo'lsa, chiqadi qarindosh urug', oshna og'ayni boshqa. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman qonuniy tomonlama yordam berishga. Qonun doirasida. U qarindoshim bo'ladimi, o'zimni yaqin ukam, radnoy ukam bo'ladimi, boshqami? Men hammasiga oldindan tushuntirib kelaman-da. Men sizlar uchun kirmaganman deysan. Shunaqa deyman. Joy kelganda shunaqa deyman. Nimaga? Sababi aytyapman, men duch kelganman bunaqa odamlarga ham. Katta lavozimlarda
o'zini jigari, o'zini misol uchun akasi yoki bo'lmasam bir opasi, yaqin qarindoshlari katta lavozimlarda ishlaydi. Endi tizimdagi vaziyatni biz o'zimiz bilamiz-ku. Tashqaridagi odam bu tizimni ichida nimalar bo'lishini bilmaydi. Nimalar bo'lishini bilmaydi-da, u o'ylaydiki, endi meni akam palonchi, meni tog'am pistonchi deydi, lekin ertaga birovga yaxshilik qilaman deb turib, biz o'zimizni shu tizimga yoki bo'lmasam shu o'tirib turgan joyimizga gap tegmasin deb harakat qilaman doim. Mayli u ham xato qilib qo'ysa, misol uchun xatosini to'g'rilab berishim mumkin. Uni misol uchun yiqilgan bo'lsa, tikka turgizib qo'yishim mumkin. Lekin iloji boricha qonun doirasida hurmat qilib gaplashasiz. Mana masalan doktorlarni nomerini oladi, qaysidir joy paytda kasal bo'lib qolsam qilaman deb. Masalan, sizlarning nima maqsadda nomeringizni so'rash mumkin? Shu gayiga tushib qolganda jarimaga tushmasligi uchun berasizmi? Beraman nomerimni. Beraman. Tushadi gayiga. Tushib telefon qiladi. Men inspektorning o'zidan ham so'rayman men. Agar kechirimli, misol uchun kechirib yuboradigan qoidabuzarligi bo'lsa, kechirish kerak. Agar xodimga nisbatan hurmatsizlik qilgan bo'lsa, qo'pol qoidabuzarligi bo'lsa, agar qo'pol qoidabuzarligi bo'lsa, chorasini ko'r deb men o'zim aytaman. Lekin yengil qoidabuzarlik bo'lib, xodimga hurmatsizlik qilmasdan kechirib yuboradigan holat bo'lsa, kechirish kerak deyman. Mana shu telefonlar xodimni chalg'itmaydimi aka? Chalg'itadi. Bu narsa ham endi kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Aytyapman-ku, biz qani endi qo'limizdan kelsa hamma odamga yordam qilsak deymiz-da. Qo'limizdan kelgancha qilamiz ham yordamni, lekin bu yordamni u odam qanday qabul qiladi ekan deyman birarda. Bo'ldi, bir marta mana gayiga telefon qildim, chiqib ketdim. Endi qoidani buzib yursam bo'laverar ekan deydigan odam adashadi. Xo'p, bir marta yordam qilamiz, lekin ikkinchisida bu yordam bo'lmay qolishi mumkin. Nimaga? Sababi bu endi erkalik hisoblanadi-da. Erkalik ham evi bilan bo'lishi kerak. Mana hozir kurtoy nomerlar chiqib ketdi-yu aka. Gaylarni bu nomer qo'rqitadimi yoki o'sha odamlar mashina nomerida olsam deb nima deymiz? Yo'q, bu davlat raqam belgisi bizni xodimlarni qo'rqitmaydi. Endi oddiy fuqarolar uchun bu narsa nima desam bo'ladi? Yaxshi bo'ldi. Haligi boru endi faqat nomerga emas, telefon nomeriga qiziqadiganlar, shunaqa bir ishqibozlar uchun bu narsa juda ham zo'r bo'ldi. Zo'r yangilik bo'ldi, qulaylik bo'ldi. Qaysidir ma'noda hamma xohlagan nomerini, xohlagan harflarni mana terdirib, summalari ham oldingidek mana auksionda oldin 3 ta 1, 3 ta 7 nomerlarda kerak bo'lsa internetlarda chiqib ketadi, 100 million, 200 million so'mga olyapti ekan odamlar boshqa. Endi imkoniyati bor ekan olyapti fuqarolar. Endi mana hozir arzon bo'lib ketdi nomerlar. Xohlagan raqamini, xohlagan harfi bilan mana terdirib, o'ziga yoqqan raqamni olib qadab yurishibdi. Bu narsa lekin bizni xodimlarni qo'rqitmaydi ham, hech qanaqa bir ta'siri yo'q. Xizmatga ta'siri yo'q. Bu davlat raqam belgilarini yoki bo'lmasa mashinasini rusummi umuman xodimlarning xizmatiga xalaqit bermaydi, ta'siri ham yo'q. Hozirgi kunda ballik sistema xodimlarning ishini yengillashtiradimi bu? Nima uchun ballik sistema joriy qilgan? Xodimlarning ishini yengillashtiradi va ko'chalarda tartib, intizom bo'lish uchun bu juda ham zo'r ta'sir chorasi bo'ldi. Sababi mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda rosa tarqadi. O'sha 4 ta 5 ta viloyatlarda qaysidir viloyatda 10 ta, qaysidir viloyatda 15 ta haydovchilar 12 ball yig'ib qo'yibdi, boshqarish huquqidan mahrum etilar ekan. Odamlar boshida ishonmadi-da bu tizimga. Jarima ball tizimiga mana uni tartibi bor. 1 yil davomida bitta haydovchi 12 ball to'plab qo'yadigan bo'lsa, sud tomonidan 6 oydan 2 yilgacha transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etiladi. Ya'ni boshqatdan o'qiydimi? O'qimaydi. Misol uchun sud tomonidan mana deylik 6 oy yoki 1 yilga mahrum qilindi bitta haydovchi boshqarish huquqidan. Mahrum qilingandan keyin 1 yil muddat o'tadi. 1 yil muddat o'tgandan keyin qayta imtihon topshiradi. Haydovchi guvohnomasini
ya'ni boshqarish huquqini olish uchun shu haydovchi qayta imtihondan o'tadi. Imtihonlarni hozir mana hamma уже biladi, oson bo'lmayapti imtihondan o'tish. Amaliy, nazariy imtihonlardan o'tish oson bo'lmayapti. Qaysi ma'noda? O'qimagan, o'sha qoidani misol uchun o'qimagan fuqarolarimiz imtihonlardan o'ta olmayapti. Lekin o'qigan, bilgan, ya'ni shu haydovchi guvohnomasini olish uchun o'zi harakat qilgan fuqaro bittada imtihondan o'tib ketyapti. Amaliydan ham, nazariydan ham. Endi boshqarish huquqidan mahrum etilgan shaxs yana shu 1 yilga mahrum etilgan bo'lsa, muddat kelgandan keyin yo'llanmani oladi, imtihon markaziga borib to'lovlarini qiladi, amaliy, nazariy imtihonlarni qaytadan topshiradi. Tushunarli. Aka, reydlarni nima maqsadda qilasizlar? Reydlarda shu vaziyatni ushlab turish uchun. Ko'chalarda vaziyatni ushlab turish uchun. Nimagaki, mana bir haftani oxirida bir kun reyd qilib, keyin 10 kun, 15 kun reyd qilmaydigan bo'lsak, ko'chada sirasi bilinadi bu narsa. Tartibsizlik. Davlat raqam belgilarini o'z boshimchalik bilan yechib olish, transport vositalarining oynatusini o'z boshimchalik bilan o'zgartirish, ya'ni tonirovka masalalarida. Tonirovka yoki bo'lmasam qanaqadir shunaqa bir qo'pol qoidabuzarliklar birpasda ko'payib ketadi. Biz shu kun ora yoki bo'lmasam shu haftasiga 1 kun yoki bo'lmasam maxsus tadbirlar o'tkaziladi. Shunaqa paytlarda kerak bo'lsa har kuni kunduzgi, tungi reyd tadbirlari tashkil qilinadi. Nima uchun? Bu shu jamoat xavfsizligiga, jamoat tartibini saqlash, yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, tinchlik uchun hammasi. Sababi mana asosan ko'proq tungi vaqtlarda o'tkazilayotgan reyd tadbirlari davomida bu nafaqat qoidabuzarlik, balki transport vositalarida ayrim fuqarolarimizni shu noqonuniy predmetlar, ya'ni jismlar, o'tkir tig'li jismlar, ya'ni sovuq qurollar yoki bo'lmasam giyohvandlik vositalarini saqlash, tashish, shunaqa holatlar ham aniqlanadi. Ya'ni bu o'tkazilayotgan reyd tadbirlari shu maqsadi bor. Maqsad shu viloyatimiz hududida jinoyatchilik, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish. Barvaqt. U sodir etilgandan keyin emas, uni barvaqt oldini olib, fuqarolarni sal tartibga chaqirib turish maqsadida qilinadi bu reydlar. Haydovchi znaklarni qanchalik bilishi o'ziga foydali? Albatta, qancha ko'p bilsa, bu nafaqat znak, balki shu yo'l yotiq chiziqlari, svetofor ishoralarini endi hamma biladi rangiga qarab. Lekin bor shunaqa haydovchilar, kerak bo'lsa shu svetoforda rangida ham qaysi rangda harakatlanishni bilmaydiganlar ham bor ekanda. Mana yaqinda telegramlardan menga endi tashlab berib turishadi-da, men svetoforda mana rangida harakatlanuvdim, menga qizilga jarima kelibdi deb. Qoidada ko'rsatib qo'yilgan, qaysi rangda qanday qilib harakatlanish kerakligini bilmaydiganlar bor ekan. Menga qizilga jarima keldi, menga bundan jarima keldi deb tushuntiraman, erinmasdan tushuntiraman qoida bo'yicha. O'zingiz uchun mana yo'l harakati qoidalarini mana bandini o'qib qo'ying, mana joyini ko'rib qo'ying deyman. Ko'rana dedi, to'g'ri kelibdi jarima dedi. Qizilga jarima kelibdi ham deydimi? Erinmayman. Telegram, Instagramlardan mana fuqarolarimizdan keladi murojaatlar. Erinmayman. U mayda narsa bo'ladimi? Haqiqat endi o'zim ham tushunmaydigan holatlar bo'lsa, ustozlardan yoki bo'lmasam shu boshqa viloyatlardan mana tajribali xodimlarimizdan kerak bo'lsa men ham so'rayman. Shu nima uchun bitta fuqaro shu bilmagan narsasini bizdan so'rayaptimi? Buni yechimini, savoliga bu aniq javob olgandan keyin bu shu narsaga amal qiladi. Bu narsani boshqalarga ham tarqatadi. O'rgatadi kerak bo'lsa. Ko'chaga chiqqan GAI nima ishga chiqdi, ko'chaga chiqdi, vazifalari nima? Vazifasi asosan shu harakat xavfsizligini ta'minlash, o'ziga biriktirilgan hududda tirbandliklarni oldini olish, fuqarolarni tartibga chaqirish, haydovchilarni, piyodalarni, shularni yo'l harakati qoidalari bo'yicha tartibga chaqirish, bilmaganini o'rgatish. Qoidabuzarlik sodir etsa, belgilangan tartibda chora ko'rish va yo'llarning tartibsizligini oldini olish. Yo'llarning tartibsizligini oldini oladi. Tushunarli. Yana ko'p aytamiz, siz ish sohangizdan kelib chiqib, o'sha probkalar, tirbandsizliklar, bularni yechimi haqida ham o'ylaysizlarmi aka? Doim o'ylaymiz bularning yechimini. Sababi bizda
kunlik, haftalik, oylik, choraklik oldindan ish rejalar bo'ladi. Maqsad aniq. Maqsad shu ko'chalarda tirbandlikni oldini olish, avariyani oldini olish. Bu bo'yicha nima ishlar qilamiz? Biz avariyalarda tahlilidan kelib chiqib chora-tadbir belgilaymiz. Ya'ni shu yo'l harakati xavfsizligi xizmatida endi bo'limlar bor. Hamma o'zini bo'limidan kelib chiqib, mana yo'l nazorati, texnika nazorati, ro'yxatdan o'tkazish, ma'muriy amaliyot markazi, har bitta bo'limdan mutaxassislar olinib, ishchi guruh qilinib, mana qayerda ko'p tirbandlik bo'lyapti. Tirbandlikni yechish uchun nima qilishimiz kerak? Yoki bo'lmasam qayerda ko'p avariya bo'lyapti? Nima uchun bo'lyapti avariyalar? Mana agar o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz, oxirgi paytlarda biz 7 ta viloyatimizdagi shu 7 ta hududga oxirgi payt qarama-qarshi tomonga chiqib ketib, og'ir oqibatli to'qnashuvlar, ya'ni avariyalar ko'payib ketdi. Biz mana zamonaviy ustunchalardan haligi katta yo'llarga endi haligi yo'lda o'rtasiga yo'lni ikkiga ajratuvchi beton to'siqlar yoki temir to'siqlar o'rnatiladi katta yo'llarga e'tibor bergan bo'lsangiz. Endi mana shaharning ichida, endi beton qo'ysak yo'l yana ham torayib qolishi mumkin, temir qo'ysak ham, boshqa qo'ysak ham. Maxsus plastmassaviy ustunchalar o'rnatyapmiz. Andijon shahariga qarama-qarshi tomonga chiqib ketib, shu sodir etilishi mumkin bo'lgan to'qnashuvlarni oldini olish uchun. Yoki bo'lmasam shu piyoda bilan bog'liq avariyalar qayerda ko'p bo'lyapti? Nima uchun bo'lyapti? Shu yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tayotgani uchun bo'lyaptimi? Demak, biz bu yerga yo'lda o'rtasiga setka tortishimiz kerak. Bu setka nima qilib beradi aka? Setka piyodani tartibga chaqiryapti. Shaharni ichida mana shu yo'lda o'rtasiga qo'ygan setkalarimizdan keyin keskin kamaydi piyoda bilan bog'liq avariya. Odamlar majbur bo'lyapti shu peshobodga borib o'tishga. Shuning uchun aytarganda bir beton qo'yadi ko'chalarga borib, betonni olib tashlab panjara qo'yadi. Panjarani olib tashlasangiz, mana qanaqa tartibsizlik aytayotganmiz. Yana qaytib beton qo'ysangiz, betondan sakrab o'tishadi. Temir qo'ysangiz, temirdan ham sakrab o'tishadi. Mana hozirgi qo'ygan rishotkalarimiz, ya'ni temir panjaralar, u o'tolmaydi, sakrab ham o'tolmaydi. Demak, xalqimizni aka yo'lda yurishlik, yo'lda piyodada yurishlikni ham o'rgatish kerak. O'zi Andijonda asosan qaysi avariyalar ko'p uchraydi? Avariyalar ko'pi shu to'qnashuv, qarama-qarshi tomonga o'tib ketish, belgilangan tezlik qoidalariga amal qilmaslik. Shuncha radar qo'ydik. Nima uchun qo'yapmiz? Tezlikni sindirish uchun. O'sha radar kim hisobidan qo'yiladi? O'sha radar endi tadbirkor tomonidan qo'yiladigan radarlar ham bor, yo'l harakati xavfsizligi xizmatini o'zini tomonidan ham qo'yiladigan, ya'ni shunaqa radarlar ham bor. O'sha hammasi shu xalqimizni akkuratniy deydi, tartibli yurish uchun o'rnatiladi. Aytayotganingizda kamera qo'ydik deyapsiz. Lekin qancha ko'p radar qo'ymaylik, nima uchun ko'paytiryapmiz? Sababi eng ko'p avariya shu tezlik bilan bog'liq holatlarda bo'lyapti. Tez yuradi. Belgini ko'radi, 60, 70 yoki bo'lmasam shu 90 deb qo'ygan joyni ko'radi. Lekin endi bilmayman, bor shunaqa tez yurgisi keladigan haydovchilarimiz ham bor-da. Bu transportni haligi 20 yil, 30 yil, 40 yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilar ham bu tezlikning oqibatida hamma narsa bo'lishi mumkin-da. Sho'pirni ustasi yo'q-da. Endi misol uchun bu transportni, ya'ni temirni ustasi yo'q. Katta tezlikda harakatlanib ketayotgan haydovchini oldidan xo'p odam emas, nimadir biron bir to'siq paydo bo'lib qolishi mumkin yoki bo'lmasam oldidan bir qanaqadir hayvon o'tib ketib qolishi mumkin. Shunaqa holatlarda keskin tormoz beraman deb ag'darilib ketib qoladi yoki bo'lmasam yo'nalishni o'zgartirib qarama-qarshi tomonga chiqib ketish holati bo'ladi. Adrenalin olaman deb bizni ko'chalarda yurolmaydimi? Yurolmaydi. Bu adrenalin olish uchun qayerga borish kerak? Endi adrenalin olish uchun endi bizni viloyatda yo'q avtodromlar. Endi boshqa viloyatlarda bormi yo'qmi bilmadim. Alohida misol uchun mana bu avtomaktablardagi avtodromlar singari shunaqa agar boshqa viloyatlarda bo'lsa, kengroq, shunaqa joylarga borib u yerda ham agar o'zini tartib qoidasi bo'lsa, shu tartib qoidaga asosan
adrenalin olishi mumkin. Lekin bu Lekin kechalarda adrenalin olaman deb o'zini hayotiga nuqta qo'yib qo'yish kerak emasda. keyin yana Abdumajid aka eshigini aynasini ochmasdan o'tirib oladigan shofyorlarni qanaqa baholaysiz? Endi unaqa haydovchilarda yo hujjatida kamchilik bo'ladi yo bo'lmaydi umuman, yoki bo'lmasam endi eshigini aslida ochishi shart emas. Oynani tushirib, endi agar shunaqa holatlar bo'ladi, haydovchini pastga tushmasdan tegishli hujjatlarni, ya'ni me'yoriy hujjatlarni tushmasdan ko'zdan kechiradigan holatlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam haydovchini tushishiga sabab bo'ladigan holatlar bu, misol uchun haydovchi yoki bo'lmasam shu transport vositasini ichidagi yo'lovchilar bir qidiruvda gumonlansa yoki bo'lmasam olib kelayotgan yuklarini tekshirish kerak bo'lsa, shunaqa holatlarda haydovchidan transport vositasini tushib talab etiladi. Boshqa holatlarda u shart emas, eshigini ochishi yoki boshqa. Agar endi aynagini ham tushirmasdan o'tirib oladiganlarda haqiqatda kamchilik bo'ladi. Unga chora yo'q. Chora yo'q. Bir marta chaqiriladi, ikki marta chaqiriladi. Agar ochmasdan, misol uchun xodimni qonuniy talabiga bo'ysunmaydigan bo'lsa, belgilangan tartibda unga tegishli chora ko'riladi. Kimdirlar yurib ketib qoladi yoki yurib ketib, ya'ni qochib ketish holatlarida inspektorlar tomonidan shu transport vositasini mana rusumi, rangi, davlat raqam belgisini ko'rgandan keyin boshqarma boshlig'ining nomiga bitta bildirgi qilinadi. Falon joyda falonchi shu transport vositasini to'xtatganmi, qonuniy talabini bajarmasdan ketdi. Bo'ldi. Hozir uni mana hamma narsa rivojlanib ketgan. Planshet orqali bitta shaxsni, misol uchun sizni minib ketayotgan mashinangiz davlat raqam belgisini ursak, hamma ma'lumot kelib chiqadi. Shu ma'lumotga asosan uni yashash manziliga boriladi. Xodimda body kamerasi ishlab turgan bo'lsa, u bilan qilinmoqchi bo'lgan suhbat video zapis orqali hamma narsa video tasviri bo'ladi. Isbot unga, dalil isbot. Shunga asosan haydovchiga chora ko'riladi. Abdumajid aka, hozir Anjanimizda eng trenddagi bo'lib turgan ko'prik qachon ochiladi? Mana shu Anjan podkastida gapiring. Endi ko'prikda qachon ochilishi aniq muddati belgilanmagan, lekin ozgina kamchiligi qoldi ko'prikda. Mana ko'p ketib ozi qoldi. Qurilish ishlari oxiriga yetib qoldi. Nasib bo'lsa, keyingi oyga shu to'liq ochiladi. Mana Anjanja gap podkastimizda ham bilib oldik. Abdumajid aka keyingi oyga deyapti. Ilohim keyingi oyga ham Xudo xolasa ochilsin. Bo'lmasa-ki bu podkastda yo'q, уже 99% уже tayyor ko'prik. Tayyor. Agar ochilmasa kommentingiz ochiladi. Ochiladi. Keyingi oyga deyordingmi? Ochiladi, Xudo xolasa. Andijonimizdagi yo'l xavfsizligi xizmatida mana so'nggi yillarda nima o'zgarishlar bo'lyapti va shoferlarimiz nimalarni kutsin? Endi oxirgi yangiliklar bu sohaga oid, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga oid oxirgi yangilik mana transport vositangizni misol uchun qoidani buzib qo'ysangiz, jarima maydoniga qo'yib turish bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana eski tartibda hozir deylik, hujjatingiz bor. Esingizdan chiqib qolib ketgan, gai sizni to'xtatyapti. Hujjatingiz yo'qligi uchun sizga bayonnoma tuzib, transport vositangizni vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib kirib qo'yapti. Olib kirib qo'ygandan keyin siz bir sutkadan keyin hududiy o'zingizni, misol uchun yashash manzilingiz bo'yicha yo'l harakati xavfsizligi xizmatini ma'muriy amaliyot markaziga uchraysiz. Mashinangizga, ya'ni jarimalarni to'lab, ruxsatnoma olish uchun. Endi mana yaqinda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 208-sonli qaror tasdiqlandi. Qaror bilan 1-iyundan boshlab transport vositalarini jarima maydonlaridan olib chiqib ketishda onlayn tarzda, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga onlayn tarzda murojaat yo'llab, sizga nisbatan tuzilgan bayonnomani qarorini shakllantirib, jarimalarni bartaraf qilsangiz, sizga onlayn ruxsatnoma beriladi. GAIga, ya'ni ma'muriy amaliyot markaziga borish shart emas. Onlayn ruxsatnomani olib, jarimani bartaraf etgan bo'lsangiz, jarima maydoniga borib, transport vositangizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Bu ham bitta mana eng oxirgi yangilik va fuqarolarga bu juda katta yengillik, qulaylik. Ya'ni GAIga borib o'chirt kutib boshqa qilinmaydi. 1-iyundan boshlab mana hozir bu bo'yicha ishlanyapti. O'zingiz onlayn tarzda ariza to'ldirib, murojaat yo'llab, jarimani bartaraf qilasiz, ruxsatnomani olasiz, jarima maydoniga borib mashinangizni olib chiqib ketaverasiz. Bundan tashqari ma'muriy ogohlantirish, ya'ni shu yengil turdagi qoidabuzarliklar uchun 1 yilda 1 marotaba haydovchiga yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan ma'muriy ogohlantirish beriladi. Rasman.
ya'ni haligi ko'cha tilida haligi bir marta kechirib qo'ying, boshqa qiling deb yo'l patrul xizmati xodimiga haligi iltimos qilish shart emas. Agar sodir etgan qoidabuzarligini misol uchun yengil turdagi shu xavfsizlik kamaridan foydalanmaslik, transport vositasini boshqarish davomida telefondan foydalanish, sug'urtani muddati o'tib ketib qolishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Shunaqa qoidabuzarliklarga o'zi haydovchi chin ko'ngildan misol uchun pushaymonligi, haqiqatda aybini tan olib, birinchi safar ma'muriy ogohlantirish so'ralsa, GAI xodimidan u haydovchiga 1 yilda 1 marotaba ma'muriy ogohlantirish beriladi. Ya'ni jarimadan ozod etiladi haydovchi. Bu juda go'zal yangiliklar va Andijonimizga ham xursand qiladi degan umiddaman. Keyin oldinlari bitta GAIni bitta tochkada necha oylab turganini bilardik-da. Mana bu bilganlar eski shaharda hokimiyat oldida Xotam aka degan aka necha yil turganda, mana men eslayman yoshligimdan. Hozirgi bolalar bilmasa kerak, qani necha yil bitta joyda ishlagan Xotam aka. Uni joyini o'zgartirib, nima o'zi yoqqanidan ishlaydimi? Yo'q, o'ziga yoqqanidan emas. Misol uchun bizda guruhlar bor-da. Hozirgi kunda mana 6 ta guruhimiz bor. Safarbarlik guruhi deb qo'yamiz. Shu shahar tumanga xizmat qiladi. Birinchi guruhimiz har bitta guruhda 20 tadan 25 tagacha xodim bo'ladi. Bu endi shahar hududi birinchi guruh xizmat qiladigan bo'lsa, mana Xotam aka misolida. Xotam aka ham misol uchun xo'p 1 oyga qo'yilishi mumkin hokimiyat oldiga. Hokimiyat atrofi shu eski shahar hududida 1 oy xizmat qiladi. Uzog'i bilan 1 oy. 1 oydan keyin yana 1 oy shu shaharda o'zida yangi bozorda ishlashi mumkin. Shunaqa bo'lib almashib shu dislokatsiyaga asosan 1 oy ekan ishlashi uzog'i bilan 1 oy. 15 kun bo'lishi mumkin. Joyini o'zgartirish kerak bo'lsa, o'zgartirib xizmat olib boradi. Tushunarli. Birinchi mashina olish kerakmi yoki prava olish kerakmi? Birinchi prava olish kerak. Nimagaki mashinani oldik ham deylik, hujjati bo'lmasa qanday boshqaradi uni? Bekardan turadi mashina. Yoki shopir olish kerak o'ziga. Mashina olgandan keyin pravani olguncha o'ziga bitta shopir qilib oladi, hujjati bor, olib yuradi. Lekin o'zi boshqarmoqchi bo'lgan odam birinchi haydovchi guvohnomasini olish kerak. Keyin mashinani olsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushunarli. Yoshligimizda imindan 25-may pul to'plab, biron bir akalardan mashinasini olib haydardik-da. Bu to'g'rimi? Qonunan noto'g'ri. Endi pul yig'ib, xo'p, biz ham yoshligimizda shunaqa bo'lgan, biz minmaganmiz. Biz qiziqardik. Hali u paytda tikolar bo'lardi. Bilan sambufurlar qo'yib olib, muzikalar baland qilib, endi yoshlikda qiziqadi-yu endi hamma shu narsaga. 3-4 ta oshnalarimiz bilan, sinfdoshlarimiz bilan pul tashab, haligi bizni aylantirib yursa, shu mashinada muzikalarni qo'yib, shu bog' shamollarga chiqsak, bizni aylantirsa, 1 soatmi, 2 soatmi, shunaqa derdik-da endi biz paytda. Maza qilardik, bayram shu bilan. 18 yil bo'lar ekan bu yil, maktabni bitirganimizga 18 yil bo'lar ekan. 18 yil oldin biz shunaqa fikrlardik. Lekin oxirgi 5 yil desak ham menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Oxirgi 5 yil, 6 yilda uje buni bu yog'iga yoshlar, hozirgi yoshlar aylantirish emas, o'zi mingiz keladi-da. Pravasi bo'lmasa yo'q, pravasi bo'lmasa ham o'zlari mingiz keladi-da. Endi har yili 25-may shu so'nggi qo'ng'iroq bayram tadbiri oldidan biz ta'lim muassasalarida, ya'ni maktablarda aynan bitiruvchi yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazib, ularning ota-onalari bilan, maktab rahbariyati bilan uchrashib, shu 25-may ungacha bo'lgan paytda ham maktab o'quvchilari tomonidan hujjatsiz transport vositasini boshqarish holatlariga yo'l qo'ymaslik. Ota-onalardan rasman kafolat xatlari, tilxatlar olinib, shu farzandimga hujjatsiz mashinani kalitini bermayman, mashina boshqarishga yo'l qo'ymayman, uni doim o'zim nazoratga olaman degan mazmunda ular bilan mana tilxatlar olinib, ular bilan tushuntirish ishlari olib boriladi. Lekin har yili ko'z tegmasin yildan-yilga kamayyapti. Bu narsaning kamayishiga erishyapti. Sababi shu kunlarda kuchaytirilgan xizmat
tashkil qilinadi. Ichki ishlar organlari barcha sohaviy xizmat xodimlari shu maktablar oldida shu bayramni tartibli, xavfsiz o'tkazish maqsadida hamma kuch vositalar xizmatga jalb etiladi. Nima uchun? Shu bolalarni hali hayotida bir marta bo'ladigan tadbirini chiroyli o'tkazib olishlik uchun biz xodimlar hammamiz kuchaytirilgan xizmatga jalb etilamiz. Biz ulardan nimani talab qilamiz, nimani iltimos qilamiz? Ota-onalardan farzandlarni shu nazoratdan chetda qoldirmaslik, o'zlari erkalatib moshinali bolani ko'ngliga qarab mashinani kalitini berib qo'yib, ertaga so'nggi qo'ng'iroq bu farzandni so'nggi kuni bo'lib qolish kerak emas-da. To'g'ri, orzu havas qiziqadi, endi bola ekan deydi, lekin uni ko'ngliga qarab turib ertaga nechta odamni farzandi o'zini yoki kimnidir hayotiga zomin bo'lish kerak emas. Shuning uchun biz ogohlantiramiz, tushuntiramiz, kuchaytirilgan tartibda imkon qadar mana ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq, televideniya, radio hammasida mana murojaat bilan chiqamiz. Bayram kunlari ham, bayramdan keyin ham maktab o'quvchilariga, ya'ni shu hujjati yo'q, pravasi yo'q farzandingizga mashinani ishonib boshqarishni topshirmang. Uni nazorat qiling. GAI xodimlari bir kunda necha soat uxlaydi? GAI xodimlari bir kunda uxlaydi 7-8 soat. 7-8 soat. Maza qilib uxlamaydiganga tuyuladi. O'zimga har bir pasda nimadir olib chiqib ketib qolib, o'rganib ham qoladi odam. Lekin bu harbiy tizimni o'rganib qoladi. Qachon, misol uchun u maza qilib uxlash deganda shu haqiqatda yakshanba kuni yoki bo'lmasam o'zini dam olish kuni. Tug'ilgan kunlarda mana dam beriladi. Tug'ilgan kunlarda endi shu maza qilib damini olib, oilasini davrasida yoki bo'lmasam shu oshna og'aynilar davrasida bo'ladi endi kimlardir. Lekin biz uchun, biz harbiy xizmatchilar uchun bu maza qilib uxlash degan narsa to'g'risi haligi birarda hayolingizga ham kelmaydi-da. Bu programmada yo'q. Programmada yo'q. To'g'ri. Faqat ishlash, ko'chaga chiqish, sovuqmi, qishmi o'z vazifasini bajarish. GAI xodimlari boshqa sohalarda o'tirib ishlari bor yoki qanaqadir chalg'ib ishlar bor. GAI xodimlari qachon qarama faqat tik. O'tirib ish turmasda GAIda bor. Endi o'tirib ish qiladiganlari ham bor. Idora ko'chadagilari. Ko'chadagilari endi faqat tik oyoqda kecha-yu kunduz o'sha sovuq o'tishlari bor, bechora GAI akalarimizni ham. Mana shu sovuqmi, qishmi tikka turib ishlaydi deyapsiz GAI xodimlar. Kasal bo'lish holatlari ham bo'ladimi aka? Yo'q, shu paytgacha endi bu ko'chada turib kasal bo'lgan xodimlarimiz deyarli yo'q. Endi misol birontasidan bir sovuq o'tib ketib yoki bo'lmasam issiq o'tib ketib. Endi issiq jon misol uchun sog'lig'i yomonlashsa, boshqa bo'lsa, sirasi rahbariyat tomonidan unga misol uchun dam beriladi, tibbiy tekshiruvlardan o'tkaziladi. Agar misol uchun uyda dam olib, sog'lig'ini tiklash kerak bo'lsa, darhol unga dam olish beriladi. Ya'ni sog'lig'ini tiklash uchun. Tushunarli. Xo'p, GAI xodimlariga psixolog qanchalik kerak? Psixolog kerak. Misol uchun bizda haftada bir marta mana ma'naviy ma'rifiy dars mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bunda endi ko'proq psixologik emas, misol uchun shu sohaga oid kiritilayotgan o'zgartirishlar, ijtimoiy siyosiy vaziyatlar bo'yicha misol 2 soat, ko'pi bilan 2 soat dars mashg'ulotlari o'tkaziladi. Lekin psixolog yordami ham baribir kerak. Endi yaqinda alohida har bitta misol uchun mana sohaviy xizmat, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi xizmatiga, patrul post xizmatiga, profilaktika inspektorlariga psixolog lavozimi ochilib, psixologni baribir endi bir haftada birmi, 10 kunda birmi psixolog bilan bir gaplashib, ozgina baribir psixolog har bitta misol uchun xodimni psixologik jihatdan uni ruhan misol uchun ko'chada endi ko'chadagi inspektorimiz bir kunda kerak bo'lsa 50 tadan 100 tagacha fuqaro bilan suhbat qiladi-da. Endi 50 ta 100 ta odam 100 xil fikrlaydi, har xil kayfiyatda bo'ladi. Shunaqa vaqtlarda, haligi boshida aytdim, ziddiyatli vaziyatlarda baribir xodim og'ir bosarlik bilan, xushmuomalalik bilan har qanday vaziyatda murosa qilib
fuqaro bilan xushmuomalalikda muloqotga kirishish kerak. Asabiylashish, boshqa endi stress degan narsalarda to'g'risi bunaqa narsalarga ehtiyot bo'lish kerak va psixologning baribir maslahatlari bular bilan shu 10 kunda birmi yoki bo'lmasa 15 kunda birmi suhbatlashib, bir suhbatdan o'tib turishi ham bir foydali bo'ladi, faqat foydali bo'ladi. Xo'p, tushunarli aka. Bugungi podkastimiz ajoyib bir qiziqarli o'tdi deb o'ylayman. Eng so'ngida bir savolim esdan chiqdi aka. Mana shu Damaschilar, eng bizda ko'p qatnov Damaschilar, mana yo'llar yaqinda ochiladi, yopiladi, Damaslarga zapret bo'ladi degan holatlar bo'lyapti. Mana shu Andijondagi Damaschi akalarimizga bir ma'lumot bo'lsin, qisman Damaschilar endi qaysi yo'l bilan yuradi? Damaschilarimiz uchun hozircha cheklovlar yo'q. Yilda boshida lekin mana asosiy 222, 33, 75 3 yo'nalishda harakatlanayotgan Damaschilarimizni litsenziyalari o'zi 2025-yil adashmasam shu yoz oylarida bekor qilingan deb Daryo Trans xodimlari tomonidan shunaqa ma'lumot berilgan. Shu shaharning ichida tirbandliklarni oldini olish maqsadida Damaslarni shahar chekalariga yoki bo'lmasa mahallalarning ichlariga qaytadan marshrut, ya'ni yo'nalish tashkil qilib, faqat shaharning ichida jamoat transporti, avtobus, mikroavtobuslardan foydalanish bo'yicha shu Vazirlar Mahkamasini qarori chiqqan edi va biz Andijon viloyatida viloyat hokimimiz tegishli qarori bilan shu asosiy katta 4 ta liniyalarni olib tashlab, yangi zamonaviy avtobus, mikroavtobuslarni yo'nalishini joriy qilish bo'yicha. Eng qiziqarligi Damaschilar nima qiladi? Yo'q, Damaschilar yuraveradi. Faqat shaharning ichida emas. Endi misol uchun shahar atrofida yuradimi? Shaharda, atrofida, mahallalarda. Mahallalarda bor, mana Bo'stonda misol uchun yo'nalishi bor, mana ayrilish yo'nalishlari bor. Andijon shahar bilan Andijon tumanini bog'lovchi yo'llar bor. Ichki ko'chalarda. Xullas, ish topiladi deysizmi? Ish topiladi. Ish topiladi. Bu narsalar ham endi nima uchun qilyapti? To'g'ri, bizni Andijon shaharida juda ham ko'pchilikda tirikchilik manbai shu Damasdan bo'lib qolgan. Damaschilarni shaharning ichidan ovorib bularni tirikchiligini to'xtatib qo'yish emas. Maqsad endi hammamiz ham shu jamiyatda yashayapmiz. To'g'ri, kimgadir oson, kimgadir qiyin bo'lishi mumkin bu narsani haligi hazm qilish. Lekin nima uchun qilinyapti bu ishlar? Shaharda tirbandlikni oldini olish eng asosiysi. Sababi hamma inson ham ko'chaga chiqib turib biladi-da hozirgi ko'chadagi vaziyatni. Endi birdaniga ko'chalarni kengaytirib yuborish, yana bir qo'shimcha ko'priklar, aylanma yo'llar harakat qilinish, bu juda ham ko'p vaqt ham pul tomonlama, bunga juda katta sarf xarajat ketadi. Albatta. Hozir biz o'zimizni endi ichki imkoniyatdan kelib chiqib, mayli Damaslarda umuman yurmasin deyilmayapti. Damaslar shu shahar atrofida, ichki ko'chalarda yurishga ruxsat beriladi. Yangi yo'nalishlar ochiladi, deyapti. Katta asosiy prospektlarda, aholi gavjum joylarda, mana Yangi bozor, Eski shahar, misol uchun shu hududlarda jamoat transportidan fuqarolarimiz foydalansa, avtobus, mikroavtobuslardan foydalansa, qaysidir mana holatlarda endi shaharda agar Damasdan shu chekkaroqqa chiqarsak, sal ko'chalarda tirbandlik ham kamayadi. Tirbandliklar ham kamayadi-da va misol uchun jamoat transportida bemalol erkin harakatlanadi jamoat transporti ham. Yengilroq bo'ladi. Andijonda aka qachondir biron bir metro qursa bo'ladimi? Unisidan lekin xabarim yo'q. Metrolar menimcha hali bor. Yerda tagi bo'lmasa ham, yerda usti metro. Bizda Andijonda ko'p, misol uchun mana yerda elektr, misol uchun elektr, kanalizatsiya, mana katta-katta tarmoqlar yer tagidan o'tganda, shuni hisobiga menimcha metrolarga endi bilmayman, biz ko'ramizmi, biz ko'rmaymizmi? Iloyim ko'raylik. Mana Damaschi akalardan uzoqlik ketmaylik. Mana shu Damaschi akalar to'g'ri tushunish kerak. Qimmat mashina, endi arzon emas-da, masalan, Damasdan 1-2 minglik mashina emas-da. 5000 so'm uchun 3-palasadan 10 ga klient uchun harakatlanadi-da. Shunga siz qanaqa qaraysiz? Mana
tan olish ham mardlikda. Nima uchun odamlar hammasi emas, lekin aniq bilaman 70-80% odamlar Damas'chilarni yomon ko'radi. Nima uchun? Nima uchun yomon ko'radi? U Damas'chi ham xo'p kimnidir otasi, akasi, jigari, u ham odam. U ham mana shu Andijonning fuqarosi. Lekin nima uchun odamlarimiz bularni yomon ko'radi? Bular haqiqatda tartibsiz harakatlanadi. Hammasi ham emas. Aynan shu tartibsiz harakatlanadigan, siz aytgandek 5000 uchun kerak bo'lsa 4-palasadan keskin 1-palasaga olib shu odamni olaman deb, haligi kerak bo'lsa bir-biri bilan janjallashgan shu 5000 so'm bitta odamni deb. Endi karvon ko'p rizqi bo'lay. Agar shu seni rizqing bo'lsa, sen olasan shu odamni. Agar seni rizqing bo'lmasa, demak, yo'lingda davom et. Boshqa odam. Hurmat qil, bir-biringni hurmat. Bular o'zini hurmat qilishi yetmagan, o'zi hurmat qilmasligi yetmagandek, boshqa harakat ishtirokchilarini ham hurmat qilmaydi-da. Piyodani ham yoki bo'lmasa avtobus haydovchisini yoki bo'lmasa oddiy bitta haydovchini ishga ketayotgan haydovchilarni. 102 ham ko'p tushadi-da. Mana joyda deydi, meni Damas'chi qisib qo'ydi. Peshixodni ustida odam olayotgan ham, odam tushirayotgan ham Damas'chi deb 102 qiladi. Qachon chora ko'rasizlar bularga deb. Demak, Damas'chilar shaharda hurmat topolmaganidan shahardan chetlashtirilyaptimi? Undan emas. Endi tartibsizlik uchun desak, bunda noto'g'ri bo'lib qoladi. U narsadan emas. Faqat ko'pligidanmi? Endi bizning viloyatga mana zamonaviy avtobuslar olib kirilyapti. Avtobus sababi bizning aholimiz ham shu jamoat transportiga ehtiyoj yuqori. Ehtiyoj yuqoriligi uchun va bizni shaharga agar shu hamma avtobusni agar qo'yib yuboradigan bo'lsak, bir yo'la harakat to'xtab qolishi mumkin-da. Endi shaharda ichida eng ko'p transport rusumi bu Damas. Damas. Shuning uchun bu Damasdagi asosiy liniyalarni olib, ularni chegaraga jamoat transporti yangi avtobuslarda asosiy liniyalarga qo'yilyapti. Shu. Hammasi xalqimiz uchun. Xalqimiz uchun. Chetdan kelgan turizm mehmonlarni ko'zga chiroyli ko'rinish uchun. Eng rivojlangan davlatlarda ham eng xalq uchun kerakli narsa bu jamoat transporti hisoblanadi-da. Jamoat, to'g'ri, Damas ham jamoat, endi haligi qoida bo'yicha, qonun bo'yicha bu jamoat transportiga kirmaydi. Lekin odamni uzoqni yaqin qiladigan eng qulay transport vositasi Damas'chi. Lekin endi mana sekin-sekin vaqtlar kelyapti, iloji yo'q. Biz bunga ko'nikishimiz kerak. Raz chekkaga chiqish kerakmi? Demak, chiqish kerak. Tirikchilik ketaveradi. Tirikchilik to'xtab qolmaydi, tirikchilik ketaveradi. Lekin shu vaziyatdan kelib chiqib avtobuslarga endi sekin-sekin sharoit qilyapti. Damas akalar, ko'ngil tushirmaymiz. Sizlarni bilaman, sizlarga ishonaman. Bular har ko'chani topib ketadi bular. Bitta yopilsa boshqa joy topib ketadigan. 33 liniyasi, 222 liniyasi, bular eski 33 Damaslardan bilardik-da. To'g'ri. Shu qaysidir shu teshikdan joy ko'rinsa shu teshikka uradi. Soladi-da. Teshikka soladi, shu o'tib ketish uchun. Yaxshi, o'sha Xitoy mekanislar Damas shunaqa ixcham yaratgan ekan. Shunaqa. Endi haligi 154chilar bo'lardi-ku aka oldingi. Hozir yo'q, ha? Umuman yo'q bo'lib ketgan. Umuman yo'q. Ularning o'rnida kimlar bor? Hech kim yo'q. Hech kim yo'q. U endi noqonuniy, ya'ni transport vositasida, misol uchun noqonuniy haligi chegaradan haligi noqonuniy o'tayotgan nimalarni o'g'irlikchada, endi o'g'irlikcha tovarlar tashqi hisoblanadi. U narsalarga umuman o'sha chek qo'yilgan unaqa holatlar hozir umuman yo'q. Umuman yo'q, sababi mana chegaralar kuchaytirilgan. Endi oldinginaqa u juda qattiq haydovchilar 154 bo'lishi eshitardik. Birinchi mashina yorib beradi, orqasidan 5-10 ta vang o'tadi. To'g'ri. Bo'ladi shu. Endi hozir umuman yo'q bunaqa holatlar. Xo'p, aka, tashrif uchun rahmat. Xalq xizmatida bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun, Andijoncha gap podkastida mehmon bo'lganingiz uchun sizga rahmat. Menimcha shu ratsiyasi qolsa kerak bizga. Endi ratsiya har bitta xodimga biriktirilgan bu maxsus qurilma hisoblanadi. Buni to'g'ri tushunasiz, xafa bo'lmaysiz. Sovg'a sifatida beriladigan narsa emas. Lekin sizga mana
mendan esdalik shu yo'l harakati qoidalari kitobini sizga esdalik uchun qoldiraman. Vaqtingiz bo'lganda o'zingiz ham bir qator albatta menga kerak. 90-80% bilmasam kerak, albatta kerak aka menga ham. Kerakli ma'lumotlar. Bu yo'l harakati qoidalarini bilish inson uchun faqat foydali. Faqat foydali. Zarar emas deydi. Zarar emas. Faqat foydali. Cho'ntakka ham, sog'liqqa ham. Albatta. Hop, Anjanja gap podkastda u aylanyapti. Qaysidir mehmon kelib, o'zini kasbidan sohasidan kelib chiqib sog'liq qoldirish. Aka, albatta bu kitob uchun kattakon rahmat aytaman. Albatta sizni eslab, shuni bir qaysidir ko'rinadigan joyga qo'yib qo'yamiz. Hop, Abdumajid aka, ishlariga rivoj, o'zimizni GAI xodim akalarga qilayotgan ishlariga mana issiqlar kelyapti aka. Hammalariga kuch-qudrat tilayman aka. Salomat bo'ling. Adashmasam bu podkastimiz hammaga yoqdi degan umiddaman. Bilmaganlarini bildi. Albatta sizga ham rahmat aka. Rahmat Abdulaziz aka. Sog' bo'linglar. Rahmat katta. Rahmat. Bugun vay boshqa daraja. Anjan jagat ritmga tush, kes kilan anjan jagat.